Ket. Mana bu bizning kichkinagina bejirimli gurbamizning bir qismi. Yangi yerto'ra. Hey, kamtarligim yo'q qilishni. Butun dunyo nasi shu yerda ekan-ku, qo'yilma. Ashir. Bizda zakazimiz qani? Ha? Zakazimiz? Zakaz. Hozir. Faqat ozgina bo'lim notinch. Bobom bilsa g'am qiladiganimni olaman. Qo'ysang-chi. Sening yuraging baquvvat bilsa menga qara. Bilishmaydi. Ozgina olamiz, keyin so'rashib qo'yamiz. Sen hammasi joyida. Uni ustiga bugun tug'ilgan kuning. Bugun ichmasak qancha ichamiz, aytchi. Bilasanmi, ichmayman. Hamma boshida shunaqa edi. Keyin moyda yoqadi. Nima qara? Sen qachondan ichadigan bo'lib qolding? Bilasan kishi, oz-oz olib turish kerak. Qolgan qutganlardan bir tomoq olib deganda-ya. Solaymi-chi? Qo'y. Qani, shohim, tortdingmi? Tortdim. Lalu? Vino? Vino inglesan. Qani bir. Uychi. No. Ularga e'tibor berma bu. Dadam bitirtasalar. Ozgina yo'yilibdi. Keldilar. İşmasın bu. O'tgan. Bu. Yusuf. Xo'sh. Hozir. Bo'ldi, ish. Qanaqa bol yig'ishtir. Nima qilyapsizlar, bolalar? Vau. Zil joylar ekan-a? Buradan çarpıcı bir çıkış yaptın ha? Ha. İyi mısır yok. Hoppa. Hammasi dabdala bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima qilyapsizlar bu yerda? Chef eshigi ochilmaydimi shunda? La'nat eshigi oldingiz mana shunaqalar ko'rsatgan edi. Kechir, o'tkir men bilmasdan. Mayli. Hammang o'zimni ogohlantirishim kerak. Senga o'qigan sovg'ani ko'rsatmoqchi edim. Sovg'a? Qani? Buni qarashi. Biram joyga yashil toshimiz borlar. Tug'ilgan kuningga ajoyib yopirish qilib berdi. Yaxshiyam tepada u narsa olgan ekanman. 3-4 soat chizayman endi. Men atay qilganim yo'q, bildingmi? Bo'l. O'sha narsa bo'layotgani yo'q.
Shunaqa bo'lish kerak ekan, bo'ldi. Endi bobomniki oyim kelishini kutamiz. Ha, men ochimni. Chiqib, Kel, o'tir. senga hozir chiqamiz. Bir pas o'tirsalaring, bironjalaring kamayib qoladimi? Sizlardan xavotir olaman. Ayniqsa sendan. Yana bir balon boshlab yurmagin deyman-da. Nima, men senga yosh bolamanmi? Har holda aql zaydar maktabda o'qimayman. Menga qara, nega sen o'zingdan 10 yosh kichkina bolaga yopishib olding? O'zi hamma ayb senda. O'tkirga pichir qilding. Mana qamalib o'tiribmiz. Bo'ldi. Urushadigan narsa bo'layotgani yo'q. Xo'p. Bolalar, hamma ayb menda. Meni kechiringlar. Misriya opa, siz ham meni kechiring. Qo'tiqboy, sen ham meni kechir. Sen rostdan ham sog'massan, bilasan bu soli. Meni oilaga jahondan ko'rib turgan hurmatli teletomoshabinlar. Qarshingizda turgan mana bu odam dunyodagi birinchi topilgan sog' odam. Bunga o'zlari nima deydilar? Shular Boy, xmoq. İltimos, bana bir temirni uzatib olgan. Buni nima qiladi siri bo'lmasin? Moshinga tushirmoqchiman, shaxsan. Bundan bandmi? Voy nima bilan? Sir bo'lmasa, Temir tushmay qolgan boshimni silashdi. Axir Shef, hamma ham kattaning farzandi emas, bilsang. sen yana menga piching qilyapsanmi? Misra. Hamma gap o'zingga olavermagin. Olmaydi-yu tigib ketadi. Axir u ham kattaning qizi. Qo'ysangchi. Bekorga ovora bo'lyapsan. Bolalar, bugun meni jahlimni chiqara olmaysan. Shunaqa-da Misri. Bilasanmi? Men baxtliman. Nimaga degan? Voy nimaga? Axir shunday oilaning farzandi bizdek yalangoyoq bilan bir havoda nafas olib o'tirib qanday baxt. Qo'ysangchi Solih. Qo'yaver, gapiraver. Gapir, tortdim. Xo'p, gapiraman. Misri, shu seni algebradan beriga o'rganishmalaring. O'zing tayyorlaysanmi yo dadang ishxonasidagi hisoblash mashinalari ishlab beradi? Ha, o'sha hisoblash mashinalari ishlab beradi. Men o'qishga kelib faqat beshlarni yig'ishtirib ketaman xolos. Bo'ldimi? Bo'lsa bo'lgani. Endi zerikmay o'tiraylik deyapman-da, shef. Hali vaqtimiz ko'p. Voy seni ming'irlaringizdan ham zerikmayapmiz. Shaxsan. Bir og'iz so'zingiz bor-u, Bonu. Endi ming afsuski Bonu, sizga alohida sharoit qilib bera olmaymiz. Qo'limizdan kelgani shu. Nasiba-da. Menga qaragan, birpas jag'iga dam bersang-chi, Xudo xayringni bersin. Dadangga o'xshab turing, bir ishga tushsa to'xtatib bo'lmaydi-ya. Oho. Eshitdingmi, sher? Kam gap odamning qizi gapirdi-yu, ha? Bilasanmi, sher? Mening dadamga o'xshagan kam gap indamas odamni 7 yildan qidirib topib bo'lmaydi bo'lsak. Buyam ishxonadan miq etmaydi. Ishxonada savdo vaqtida xaridorlar bilan nimani ham gaplashardilar. Do'kon bu minbar emas, shef, ayt o'zing. Voy, bo'pti, Solih. Nima bo'pti? Sen ham, dadang ham, oying, ammang, xolang, hammangga juda ham kam gap odamsizlar. 10 ta gapni biriga zo'rg'a javob olsa bo'ladi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Faqat yuqoridagi gaplarga shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, Misriyo. Bizning padarbuzukorimiz o'zlarining dadalariga o'xshab majlislarga chiqib olib tillarni vasxo'lik qilib saqlab olmaganlar. Oddiy zahmatkesh odamlar bo'lsa. Buni bironchiga yozib qo'ying, shaxsan. Xotira masalasida
Nalimaymiz. Shaxsan. Juda soz. Bo'ldi endi. Nega hadeb urishaverasizlar, ha? Aslida sizlar yaxshi. Sizlarga menga ham yaxshi. Lekin urishaverasizlar. Hech tushuna olmayman. Anavida qaramaysan. Shunaqa ham kiriladiki. Asal pasop pochchon qizi bo'lsang. Gapirsa asabimga o'ynaydi. Ikki gapni birda. Shaxsan, ey musulmon, dadangning gapi. Sen o'zingnikini gapir. Har bir narsa haqida odam o'zining shaxsiy fikri bo'lishi kerak bo'lsa. Voy mustaqil odam-ey. Sho'rlikgina. Har holda men senga o'xshagan laganbardor emasman. Shaxsan. Tushunmadim. Nima deding? Qulog'ingni foydali shikoyatchidan kamayib ketibdimi? Men laganbardor. Ha, shaxsan doim o'tkir atrofida girdi-kapalaksan. Ilab qo'yishi, xo'p bo'ladi shu. Ey shef, anavining tilini tiy. Bo'lmasa bir bolani boshlayman hozir. Ana, ko'rdim, yana bundan yordam so'rayapsan. O'laylik, buningdan. Ey, so'kiraman endi. Otib yuborsalaring ham chekam. Bo'ldi, bugundan boshlab sen bilan umuman gaplashmayman. Qanday baxt, ey. Gaplashmas. Bo'ldilaringmi? Men bo'ldim, ana undan so'ra. Yo'q, hozir tushuntirib beraylik-da, nimani talashyapsan hozir? Nima bo'lyapti hozir? Asab bilsin. Ey, asabiy joyida nima qilasan, bahona qilib, ey. Tortishayotgan narsalarni qaranglar. Kimning otasi yaxshi? Ana mavzu. Go'daklar. Uchqunchalik miyalaring ishlamaydi, uchqunchalik. Bir-birimizga yoqmasa, kimga ajralib ketib olaylik? Kimga kerak bor bunaqa do'stlik? To'g'risi do'stlar, meni ham jonimga tegdi. Qachon qarasa ikkalasi itmish. Bo'ldi, sen bilan urib gaplashmadi, ming marta aytasan. Yana ishasi bo'lganda gaplashib ketamiz. Prinsip yo'qsa-da, prinsip. Tur yarashar ekansan. Nima keragi bor urushi? Oldin bir urushga arzigulik sabab toping. Keyin bir urushni nuqta qo'yilib, shu. Nima bu bilan urushishsan? Istamaydi shef. Tili shaqillab ketganini bilmay qoladi-da. Ana ko'rdingmi? Har bir gapida piching qiladi shunaqa. Tilidan zahar tomib turadi. Shunda oddiy narsadan gaplashsak ham ichida qanaqadir xayrli sezilib turadi. Chetdan qaraganda menga bo'lgan munosabati samimiy tuyulishi mumkin shaxsan. Lekin aslida qanaqaligini bilaman. Nimani bilasan? Qanaqaligini-da. Qanaqa ekanmiz, ha? Ana, shay qilmasa yorilib o'ladi. Menga qara, Solih. Nega meni buncha yomon ko'rasan? Nima yomonlik qilganim men senga? Besabab oqibat bo'lmaydi bilsang, xona. Voy, o'sha sababni biz ham bilsak bo'ladimi? Bo'ladi-yu. Aytishi xohish yo'q. Yana janjal chiqib qolmasin. Voy, sen gapiraver. Sendan shunaqangi gaplarni eshitganmanki, bu sotingdagi borini to'kib solsang ham hayron qoldira olmaysan. Gapir, tortma. Xo'p, gapiraman. Misr yo'q. Shu bilasan, seni qattiq harakatingni, gapirishingni, qarashingni, nimadir oying eslatib boradi menga. Nima bo'pti? Tavba. Oyimla bo'lganlaridan keyin o'xshayman. Hey, ana o'xshashing, ana, hey, qizgina. Ilohim kelajaging oyingni o'tmishiga umuman o'xshamasin. Amin. Allohu akbar. Shunaqa. Doim shunaqa. Bir narsani boshingizdan oxirigacha yetkazmaysiz. Gapiringiz ezberlanmasa, nima demoqchisiz? Xo'p. Gapiraman, shef. Eshitdim.
qarshimda turgan. Biroz semizga inobatga olmaganda xusurat, istarasiz bilanki qassobning o'g'li bo'ladi. Endi hammayam olimning farzandi bo'lib tug'ilavermaydi, shef. Go'shtni ham tengri sotish kerak. Sotish kerak. Ne kadar? Balki bu hasaddandir. Yo, endi shundan endi har holda turmushimiz bilan ancha farqi bor. Ha? Yashirmayman, shef. Qisman shunday bo'lishi mumkin. Ertalar yengil mashina maktabga olib kelib qo'yishini men ham xohlayman. Lekin asoyisi emas, shef. Undan men g'ir, qasabgo'y, ichqora odam bo'lib qoladi. Gaplaring zerikarli bo'lyapti, Solih. Zerikarli degan. Maqsadga o'rtoqqa qiynalib ketdi. Xo'p, unda sen zerikmaydigan narsa haqida gapiraman. Qani Shef, shef, shef. Nima qilaman? Qo'y. Bir. Ajoyib turlarning birida yoshgina bir student yigitcha istirohat bog'ida ketayotgan bir paytda ayol kishining yordam so'rab chaqirganini eshitib qoldi. Yordam beringlar, yordam beringlar. Yigit borib qarasa, istirohat bog'ining qorong'i bir burchagida ikkita uchta yigit qizning yo'lini to'sib olib tegajalik qilayotgan. Yigit yordam beribdi. Evaziga mukofot olibdi. Jang boshlanadi. Baradino. Yulingan sochlar, shilingan yuzlar, yorilgan lablar, burralar. Ajoyib maskara. Qahramonimiz ham alo emasa, mezorlardan biri uchirgan mushta o'zini o'ynay olmaydi. Betozinaga borib yiqiladi, bosh yoriladi. Ana endi qor. Haqiqiy detektiv. Endi militsiya aralashadi. Hammasini so'rab, surishtirgandan keyin bosh yorilgan to'g'ri kasalxonaga 7-8 uygacha kuzatib qo'yadi. Xonim minnatdorchilik izhor qiladi. Ikkisida ko'z yoshi. Keyinchi Sen pasport olganda keyin o'shani senga ham gapirib beraman. Bungacha xafa bo'lma. Davom qiling. Minnatdorman Bonu. Shef. Qahramonlarimiz bir arom oxirlardan keyin azaliy qadrdonlarga xayrlashdi. Keyin sudga chaqirishadi. Qiz jabrlanuvchi yigit guvoh. O'sha sudda qiz shef. Men hech kimdan hech qanday yordam so'ramaganman. Biz to'rtovimiz gaplashib turgandik. Abul o'zi kelib mas'ulimizga tashlandi va shu voqea sodir bo'ldi. Deydi. Ana kerak bo'lsa. Bu pastkashlikni oyimlarga nima? Sabr, o'tan sabr. Sudda voqeani aynan shunday bo'lganini ko'rganlar nima dedi, shef? Guvohlar. Guvohlar ham topilib qoladi. Qarabsanki, yigit birpasda guvohdan jinoyatchiga aylanadi qoladi. Zerikmayapsizlarmi janoblar? Yigitchi. Nima o'zini himoya qilmasdan qayerga turibdi? Bu nima qilsin shef?
nima qilsin? Uni bitta o'zi bo'lsa. Voqeani aksini tasdiqlovchilar ko'pchilik. Da'vogarning o'zi ham nomardlik qilib turibdi-yu, shef. Uni kattaga majlis qilib, institutdan haydashibdi. Keyin yoshgina kambag'al sudya yigitcha. Shunaqa. O'sha yigitchi kamina kamtarlik padar buzg'orlari bo'ladi, janoblar. Sen dadang qamalib chiqqanmi? Nega menga buni ilgariroq aytmagansan? Nima ham deyman, shef? Nima ham deyman? Bu maqtanadigan narsa emas. To'g'ri, ko'p o'tmay odamlarning shikoyatlari sabab sud bo'lib o'tib, oqlanib chiqdilar. Lekin nima qoladi-da baribir, shef? Yurakda dog' qoladi. O'sha qiz esa Siriyon. Seni oying bo'ladi. Ana senga qizliroq joy. Solih. Oyim. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bunday bo'lishini men xohlamayman biz. Sen axir meni oyimlarni bilmaysan-ku. U ajoyib ayol. Bunaqa odamlarning qo'lidan bunaqa ishlar kelmaydi bilsang. Solih. Nimalarni o'ylab topmaysan-a? Odam ko'ngliga keladigan deysan. Tavba. Meni oyimlar emishki. To'g'ri. Oying xushmuomala, beozor ayol. Buni bilaman, hurmat qilaman. Necha marotaba chekkanimni ko'rgan bo'lsalar, uydagilarga aytganlari yo'q. Shu menga boshqacha qaraydilar. Kelib qoladilar ko'pincha. Lekin men qarasam, o'zlarini olib qochadilar. Xuddi gunohkordek. Ba'zan rahmi kelib ketadi bilsang, misri yo'q. Ehtimol vijdoni qiynalar, ha? Keyin haligi narsa esimga tushsa, o'zimga balo. Xullas yomon ko'rib ketaman. Sen qayoqdan bilasan o'sha? Qaramaning kundaliklari qo'limga tushib qoluvdi. Bir ikki marta ko'rgandim-ku. Sarg'ayib tilib ketgan narsa dunyodagi eng kamyob axloqlikni mag'ribda yashirib yotgan ilgariroq bilganimda edi. Nima qilardim? O'zim bilardim, shef. Aytib ber ekan, hikoya. Rostlik o'zing ham ishonasan. Kundalikda shunday yozilgan, nima? Olib kelib ko'rsatingmi? Yozilsa yozilgan. Nimalar yozilmaydi deysan kundalikda? Hey, kundalik bilsang, birovlarga ko'z-ko'z qilish yozilmaydi. Har kim buni o'zi uchun yozadi. Shunday ekan, o'zingni o'zing aldashdan nimalar? Ha, misr yo'q. Sog'. Nega buni hammasini aynan bugun kelib bugun aytib qo'yding? Ilgari hech nima bo'lmadi-da, shef. Hozir o'zi gap ochib qoldi. Qizim. Qiziqkan. O'sha qiz ko'rsatganlar o'zini oldi. Ya'ni jinoyatchiga chiqarib qo'ydi. Bosh qotirib ko'r, shef. Martalik kinash qobiliyatining zo'rku. Demak, boshqa hech narsa yozilmagan, to'g'rimi? Yo'q, shef. Shu yozilganlar ham juda qisqa, tushunarsiz yozilgan. Voqeaning butun tafsilotini bilib olish ham qiyin.
keyinchalik butunlay yozmay qo'yganlar. Balki yozmasdan to'g'ri qilgandirman, ha-chi. Bo'lib o'tgan voqeani halol najotlar bilish shart emas, ha? Shuni ham yozmaganlarda yana ham yaxshi bo'ladi. Sen ham mendan xafa bo'lmasding sizlar. Qanday yaxshi. Axir qo'shnilar. Go'yo hech narsa bo'lib o'tmagandek. Bayramlarda, tug'ilgan kunlarda bitta dasturxon atrofida o'tirib, chiroyli suhbatlar qurishadi. Bu tufayli qamoqda o'tirib chiqqan odamning ko'zlariga qarab, qo'lida qadah bilan unga sog'lik, salomatchilik tilashadi. Hayot naqadar ajoyib, janoblar. Yo'q, shef, yo'q. Qassob kundalik yozsa. Ey, kim qo'ydi senga kundalik yozishni? Go'shtingiz so'q do'konda o'tirib, nima bor senga kundalik yozish? Nimasi yo'q? Mana bu kundalik yozishni. Yomon deyotganim yo'q. Shu. Kundalik yozish uchun halol, pok yashagan bo'lishing kerak. Kundaligi birovlarning qo'liga tushsa, uyalib qolmasliging kerak. Odamlar esa har holda qarchagan emaslar. Nega senga bunaqa munosabatda ekanligimni so'raganding? Hikoyangga ishonib bo'lmaydi. Mantiqi yo'q. Yaxshi. Yaxshi. Mantiqan fikr qilib, bo'lishi mumkin bo'lgan variantlarni ko'rib chiqsin. Xo'sh. Senchi Misra? Nima? Sudmi bu? Yo'q. Lekin faqat bu narsa ishlar o'ziga tinchlik bermaydi endi. Ko'chada ham, ishda ham, o'qishda ham istasak istamasak bu vaqt o'ylayveramiz. Bora-bora bu do'stligimizga, munosabatimizga ham ta'sir qilishi mumkin. Demak, gap ochildimi? Buni bir yo'lga qilib, xafagarchiliklarsiz, araz-qarazlarga o'rin qoldirmasligimiz kerak. Nega boshqa hech narsa bilmaysan, to'g'rimi? Yana o'sha bezorlardan biri Misrning dadasi ekanligini bilaman. Yosh ketmadimikan? Dadasi. Aniq, dadam ularning ism familiyalarigacha yozib qo'yganlar. Mani uchidan bo'layotganda bo'layapti. Deb ochiq bo'lganda jon-joni chiqib ketgan bo'lardim. Misra. Seni oying bilan dadangning ota-onalar ilgari ham tanish bo'lishganmi? Bu endi haqorat. Bugundan boshlab 3 kishi qolding deb hisoblayveringlar. Tanishmadi deb so'radim. Balki xizmat yuzasidan bilmadim. Demak, o'sha bezorilar o'ziga to'q oilaning farzandlari bo'lishgan. Misra nima ishlayapti? Ota-onalar ishga tushgan. Telefonlar qanchadan qancha idoralarni bu yerda topilgan. Uchrashilgan kelishim. Bu kuch bir yo'nalish. Qiz ham bu qudratli kuchga qo'shilgan yoki qo'shilishga majbur bo'lgan. Mantiqan shunday. Albatta majbur qilishgan. Kelganimizdan beri faqat shu qizga o'xshabdi. Yig'latasizlar. Bo'ldi endi.
Bo'ldi, Musra. Sana yig'lamagin. Yurgin, mana menchi. Solichi, o'tkirchi. Yig'lamayapsiz. Qo'yga. Kattalar bizdan juda ko'p narsani bilishadi. Shu bilan birgalikda oilada o'zlarimiz bilan erkin suyu boshladi. Bora narsani mana bular deyishadi, to'g'rimi? Lekin aslida biz ulardan ko'ra ko'proq narsani bilamiz. Men bu haqda juda ham ko'p o'ylayman. Ehtimol sizlar bilgan narsalarni men bilmasman. Balki aqlim yetmas. Lekin burada meni ayblanmadaligini tushunmayapman. Hech kim seni ayblayotgani yo'q. Bu gapda sen oyingga tegishli bo'lgani uchun deyib ketyapti, xolos. Qidir sen hammada ayb bor. Qo'yda ham dog' bor. Mana masala o'tgan buni. Uyimizga mehmon keladigan bo'lib qoldi. Uyga bo'sh bor ekan-ku, sal kamroq ekan. Oyna sizlarnikiga jo'natdi. Dadang bo'lsa, judayam xushmuomalalik bilan go'sht yod dedilar. Bilib turibman, yolg'on gapiryapti. Balki rostdan ham yo'qdir, ha? Yo'q, azizim. Saldan keyin Sadafa dadasi ikkita to'r xaltada go'sht ko'tarib ketayotganini o'zim ko'rdim. Shundan beri xuddi o'shanda men yolg'on gapirganman. Dadangning ko'ziga qarashga uyalaman bilsa. Shunaqasi ham bo'larkan. Balki Sadafning dadasi ilgariroq tayinlab qo'ygandi. Shunday bo'lishi mumkin, shef. Bilmadim endi azizim, bilmadim. Demoqchimanki, bu masalada sizlar ham qarzdor bo'lib qolayotgan joyinglar yo'q, shaxsan. Demak, bundan chiqdi hamma bir-biriga yolg'on gapirar ekan. Lekinchi, borlarchi hech menga yolg'on gapirmaydilar. Men ham Qizim. Hamma hal qilayotganda. Mana misol uchun meningmi? Ichsari yig'lashga tushadi. kattalar ham yig'lashadi. Yig'lashgandaki. Men faqat kinoda yig'lashadi bilaman. Ilgari uch emasdi. Bora-bora chirikka ro'shon qo'ydi. Shundoq ham bekdi. Sababini bilishga qiziqmadingmi, shef? Yo'q. Dadam juda ham murakkab inson. Bilish qiyin. Kuni bo'yi bir og'iz gapirmaydilar ba'zi. To'g'ri, shef. Ha, ko'chani ko'rib, salom bersam hech ovoz chiqarib hali yolganlarini eshitmadim. Shu faqat boshilib ketadi. Kam gaplik, kamchilik emas bilsangiz. Undan keyin ichsada nima qilibdi? Hozir kim ichmas ekan? Menimcha, dadang juda ham yaxshi odam. Birovga ozor berganlarini bilmayman, o'tga. Ular anavichi, domlachi dadangni Siddiq yuvosh deydilar. Shundoq uyda. Shundoq bo'lsa juda yaxshi. Dadangdan o'rnak ol. Dadangdek bo'lishga harakat qil. Mana o'zimdan qilib. Maktabni bitirsam, dadamning yoniga ishga kiraman. Bundan yomon shef. Endi ana unaqa bo'lmasa ham, mana unaqa yashasa bo'ladi. Senga yomon maslahatim shu shef. Yo'q. Men dadamga o'xshagan odamlarni yoqtirdim. Ular dadam bo'lganlari uchungina yaxshi ko'raman xolos. Kuchli, keskin, hatto biroz shafqatsizroq odamlarni yoqtiraman. Men ularga o'xshagim keladi. Sen shafqatsizmisan, o'tkir? Qanaqa shafqatsiz? Bu kuchga ega bo'lgan yaxshi, dag'illik erkak kishi uchun husnli gap bilsang. Kuchli bo'lsang hayotda o'zing yo'lingni ocha olasan. Lekin dadam bo'lsa, 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 dadam bo'lsa
Yo'qsa dadamga o'xshab urilib supurib yuraverasan. Bundan chiqdi maqsadga kuch bilan erishish kerak. Ha, G'alati falsafa shaxsan. lekinchi. Lekin maqsad go'zal bo'lishi. Faqat eng dama yurganlar uchun mana bu dadaga o'xshagim kelmaydimi? Dadam omadsiz inson. Bizni uydagilar sizlarning haqida juda yaxshi fikrda. Ayniqsa har doim dadam maqtab bizni eng yaxshi xodimimiz deb deydilar. To'g'ri. To'g'ri. Oxirgi paytda dadamning ishlari yurishib ketdi. Necha yildan buyon yo'lga ehtirolar o'tib ketdi. To'satdan dissertatsiya yoqladilar. Ilgari dissertatsiyaga to'g'rilab ham ko'rmagan. Obro'z zo'r. Majlislarni doim prezidentimda o'tiradilar. Lekin battarchi boshladi. Battar. Hech kimga yorilmaydi, hech kimga. Shuhrat desam kelatib qolganda shunaqa bo'ladi-ku. Yo'q. Shuhrat odamni ketkaygan, birovlarni mensimaygan qilishi mumkin. Lekin ichkilikka emas. Namadan bilmadim. Yo'q. Shuhratdan emas. Bu yerda boshqa gap bor. Nima bo'lishi mumkin? Shuni bilmayman-da savol. Bolalar qo'ysanglar-chi endi shu gaplarni, ha? Nima keragi bor hozir? Ota-onamizni xatti-harakatiga baho berishni bizga kim qo'yibdi? To'g'ri, Misryo. Bitta chuqurga tushib olib, dadang bundoq, oying bundoq deyish. Bu jo'jalarni xonasiga aql o'rgatishdek gap. Ustiga ustak, ular siz ham qanday yashash kerakligini yaxshi bilishadi. Ko'rdingmi Misryo? Doim ikkovimizni fikrimiz bir joydan chiqadi. Shunaqa kulib turingda xonim, ana, xuddi yerto'la yorishib ketganday bo'ldi. O'ylay. Yana bir faz shunaqa kulib tursang, sevib qolishim hech gap emas. Ani nimada endi? Aytdim, qo'ydimda Misryo. O'lib netib qolsam, ichimda qolib ketmasin. Solib bo'ldi, hozir yana ushib qolaman. Xo'p. Misryo. Chi, ana biz ko'rgan film nomi nima edi? O'limimda Klara Korkini ko'rdim. Ha, o'sha. Bir yigit sevgisi tufayli o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi. Ular ahmoqlik. Meni shu fikrdaman Misryo. Ha, lekin sen xavotir olma. Men aqlli bolaman. O'z joniga suiqasd qilish bir ahmoqlik ekanligini bilaman. Nima ekan? Siqlayverman Misryo. Hozircha tirikman-ku. Pastal, mayna ozchilikni solib. Mening o'zimda Misryo Kokani aybdor deb hisoblayman. Yosh bolasan uni egar, yosh bola. Jinnida bu xonim bormi? Shunaqa deysan-u, yoqada Kaylen joydami? uyalganingdan terlab ketding sho'rlik Misryo Koka. Hechandi. Uchqun. Nima bo'lib qolding? Dadam bilan oyimga. Sen uzoq o'ylama. Shundoq ham har zaman o'ylayman. O'tgan bu yaxshimi yomonmi? Nima? Shu har zaman o'ylash. Haqiqatdan ham shafqatsiz ekansan, shef. U nima qilsin? Bir burchaga tiqilib olib, yig'lasinmi kecha kunduz? O'ynamasin, kulmasinmi?
Endi qaytarib bo'lmasa ularni. To'g'ri. Masalan, urushda 50 million odam halok bo'ldi. Lekin biz baribir o'ynaymiz, kulamiz. Hayot davom etadi. Ha, hayot davom etaveradi. Lekin o'sha 50 million qurbon bo'lganlarning xotirasi doim turishi kerak. O inson tafakkurining bir burchagida. Ana o'shanda adolatsizlik bo'lmaydi. Xotira yo'l qo'ymaydi chunki. Lekin qanday unaqa emas. Sen har doim menga haqsan-chi. Ne uchun? Oying bilan danang o'zi tog'dan nima qilishgan? Ezgulik. Ha, ezgulik. Ha? Bu gap o'zing o'ylab topdingmi yoki bir o'rgatdim? Yo'q. Buni shunaqa dedilar. Ezgulik. Nima o'zi? Ezgulikmi? Yaxshi yaxshi. Ana bu ezgulik faqat tog'da bo'ladimi? Ezgulik hamma joyda bor. Faqat uni izlab topib kashf qilish. Shef. Har doimgidek yana sen haqsan. Bugachi rasullar bor, doimlar burilarichi, menga o'xshabchi, mana qilgan. Endi cheksam ham bo'lar, ha? Yig'ishsin. Organizm talab qilyapti, shef, organizm. Organizmingiz qanday? Yig'ishsin dedimi yig'ishsin? Bilasan, bitta gapni qaytarish yomon ko'raman. Hop. Hayot beshafqat. Qaraysang, kichkina. Yaxshi. Meniki unchalik emasmiz. Nimaga? Ana, ko'rib turibsan. Shef xuddi kemas tunga otib qolgan kapitanga o'xshaydi. Ham sirya olaylik esa men bilan gaplashishga toqati yo'q. Solih! Labbay Misrajon aka. O'lay, bor. Ana shunaqa akasi. Ko'rdingmi? Qo'lam, tilam tekis bo'lmaydi. Buni tipratikanning o'zi. Tipratikan deganingiz. Bir paytlarchi tipratikanlarningchi tikan bo'lmagan ekan. Ha, ular juda ham sip-sirli, chiroyli bo'lishgan ekan. Ziro'bay. Rost, nima aytib berganlar? Keyinchi ular yashaydigan o'rmongachi yovuzlik paydo bo'ldi. Ha, yovuzlik juda ham kuchli ekanda. Ularchi keyinchi juda ham qo'rqib ketishdi. Keyinchi ularchi qo'rqishganidanchi tikali po'stinlarni kiya olishdi. Ha, men bunga ishonaman. Oyim bilan dadamlarni ham shunaqa tikali po'stin bo'lgan edi. Ularga tikanli po'stin ham yordam bera olmasdi bilsang. Nega? Yordam berardi. Tikali po'stin har qanday yomonlikdan saqlaydi. Ko'chik ham yomonlikda. Bo'ldi. Solih buni bilmadi, mayli, qo'y. Ukam. Ularga tikali po'stin ham yordam bera olmasdi. Nimaga degan? Dunyoda shunday yomonliklar borki, jayrani po'stinni kiysang ham yordam bera olmaydi bilsa. Solih. Men baribir tikali po'stinga ishonaman. Dunyo deb qo'yibdi buni ukam, dunyo. Voy, aqlli ko'payib qolibdimi? Dunyodan bexabarsizda xonim. Muchuk kitob o'qigan bilan nima foyda, ha? Ko'z ishdan chiqadi. Ustiga ustak, shunaqa ketishing bo'lsa, maktabni bitirib kechasiga ham ko'zoynak taqib kelasan. Aytishadi-yu, jabr qilsa o'ziga oynak taqar ko'ziga. Solih, bo'ldi qilasanmi yo'qmi?
Bundan bexabarsizlar. Hammayam bilgan narsaga maqtab yashaganda hozir yerda ish tugab, Yupiterda shamalik qilib yurgan bo'lardik. Yo'q. Hammayam bilgan narsasiga maqtab yashash kerak. Voy aqlli. Soli Navoiyda bilet olish kerakligini biladi. Lekin olmaydi. Ya'ni biladi, amal qilmaydi shaxsan. Boshni. Dadasi bo'lsa go'shtni davlat narxlaridan turishini biladi. Lekin ko'zi chirt yumib 5 so'mdan puladi. Hatto qo'shnilarga ham. Ya'ni biladi, amal qilmaydi shaxsan. Xuddi uning dadasiga o'xshab, ha? Gaplaring kulguli Soli. Meni dadam savdo sohasida ishlamaydi-da shaxsan. Ey Misriya xonim. Men go'shtni aytayotganim yo'q. Dadang televizorga chiqib olib, yoshlar tarbiyasi, odob axloq haqida soatlab leksiya o'qiydi. Lekin amal qilishga kelganda, Nima amal qilishga kelgandi? begona ayollar bilan o'pishib yuradi. Ana senga amal qilish. Solih, sen so'z beruvding-ku. Haddini oshib ketdingiz Soli. Shef. Nima qildik? Bu so'rab oldik. Shunaqasi ham bormidi? Xonimchi. Ha? Gapni qonunson gapiraveradi. Nima qilganing o'shib? Nega bunday qilganimni aytaymi? Ha? Ha, Qiz bolaga qo'l ko'targandan ko'ra, o'g'il bolaga ko'targan adolatli bo'lgan. soyga, boy ekanda, ha? Sen do'stlaringga bunaqa baho berish bo'lganga-chi bo'ldimi? Ha? Dadang dissertatsiyasini yoqlab, ixtirolarni o'tkazgandan keyin Solih, Nega suyular? Qoldik bolalar. Dadang ixtirolar dissertatsiyani nima qilsa bu janjal? hozir yo'q shu. O'tkir. Aralashma! Yo'qol! Nima qilib bor gapir? Sog'lig'ingni bilasan o'ldirib qo'yma, gapir. Gapira olmayman. Shunga shuni. Nimani tushunaman? O'zing aytgansan. Aralashma! O'zing aytgansan, besabab oqibat bo'lmaydi. Yo'q, to'g'ri, o'ldirib qo'yaman. Voy, yo'qdan! Ey, ayta olmayman. Shunga shunami? Shuning uchun asosida so'rayapman. Yo'qdan! Ey, kerakmi senga? aytma Solih. Kerakmi? O'sha Misrning dadasi o'pishib yurgan ayol. Bu seni o'ying bo'ladi. Kerakmi senga? Ha, seni oying. Kapattığı korkutlarında Sinan oldu. Ulan oğlum silahı. Yorgun de sana. Aytdi deb aytdim. Mana nima o'g'irlaysan? Yorgun de son. Yorgun de öldürüp koyamam olsun be. Tegla. Sonra dost yaptı. Dost, o'z ko'zim bilan ko'rganman.
Gapir! Gapir uchqun! Voy qolmasini! Shunchaki. Nimani gapiradi, nimani? Kerak emas, hech narsa kerak emas. Xudoyim, nega xolos teskari? Hech kim kelmayapti, hech narsa hech kim kelmayapti. Bolalar, insof degan narsa bormi o'zi sizlarda? Nima keragi bormi gaplarni hozir? Nimaga ularni biz? Xo'sh, nimaga? Keling, do'stlarim, ota-onasida kimligiga qarab tanlaylik demasam. Solih, shuncha darding bor ekan. Nimaga egalroq aytmading? Gapir. Nimaga indamaysan? Inday olmaysan. Chunki ichingdan nohaqligini sezib turibsan. Xo'sh? Ishtonan, aytchi. Bizni do'stligimizni nima bilan o'lchaysan? Ota-onamiz bir-biriga bo'lgan munosabati bilanmi? Ahmoqsan. Unda biz kim? Bizda ham g'urur, nomus degan gaplar bor. Nimaga seningcha hamma yomon, solih bunaqa bo'lishi mumkin emas axir. Pastkashsan solih, pastkash. Senga bundan boshqa baho yo'q. Hey, uxlab ketyapsiz xonim. Bo'ldi, uchun kerak emas hech narsa. Yo'q. Aytadi. Adolat qaror topish kerak. Ayt uchqun. Gapir! Hozir dedim-ku, bilasizlar, har shanba yakshanba bog'cha ishlamaydi. Bu bilan meni ishxonalarga olib ketadi. Kichkinagina spravka janoblar. Xabarlaring borki, Uchqunning buvasi Ballar akademiyasining shahar chetidagi bog'da bog'bon bo'lib ishlaydi. Misriyonning dadasi tez-tez dam olgani borib turadigan bog'. Davom et Uchqun. Kechikmay turmash mumkin. Qarasam, seni dadang. Bayana bo'layoq. Keyin ammo uxlagandan keyin sen yasabergan teleskopda tomga chiqib yulduzlarni tomosha qildi. Keyin ular hovliga chiqishdi. Ishga borsa kerak. Mast odamlarga o'xshab yurishmadi. Keyin aytmay qo'ya qolay, nima kerak bu hozir bilan? O'sha ayol o'tkir yog'iysi. Ha, men aniq ko'rdim. Ko'ylaklari ham o'sha. Bu ayolni aytganda hech kim indamadi. Solihga aytib qo'ydim, bo'lmasa sotqada qilib o'tibdi. Bu mana kimdir aytsa, o'lsam o'sha bu. Gap rostmi shu? Rost. Biz ko'zim bilan ko'rdim. Lekin emas, dada. Anaqa masxara to'langan-ku, dada.
Oching eshikni, dada. Oching eshikni, dada, oching. Dada, oching. Hammasini ham to'langandi, dada. Hey, shit. Esingni yeb qo'ydingmi? Dada, oching eshikni. Tepaga chiqolinglar, o'tkir bir gap bo'lar. Yes. Tepaga. Nima bor tepada? Nima bor? Nima qilaman men u yoqda? Nima qilaman? Tepa bo'mbo'sh. Seni seviyorum. Sevgi suatlaşacağım falan ama sevgi açıp tutuyor. Sevgi açıp. Sen dünyadaki en popüler insansın. En aziz adamın Müslüman. Nasıl? Böyle yaşamak. Sırayalım sırayalım yaşamak. Aziza, men seni tushundim seni. Nima bo'ldi senga? Erkak kishini yig'laganini yomon ko'ramandir-ku. Endi yaxshi bo'ladi hammasi, bildingmi? Boshqacha bo'ladi hammasi. Biz hammamiz har doim birga bo'lamiz. Yo'q. Hammasi yaxshi. Mana ko'rasiz. Men bunaqa ahmoqona bo'lishni istamayman o'tib. Boshqalarga ham ravo ko'rmang. Ishlang. O'zing joy. Valla xavotir olardi. Aytmay keluvdim. Bozdilasin. To'g'ri olib-ku. Siz ishdan bo'ling. Valla kansiz o'lib qoladi. Valla bori ham, yo'g'i ham menman o'tib.
Nordic University. Ta'limda mukammallik sari.